Manchester City Vinicius uchun harakat boshladimi? Yozgi transfer oynasi hali ochilmadi, ammo Yevropa futbolida katta shov-shuv boshlandi. Gap oddiy transfer haqida emas. Gap Real Madridning asosiy yulduzi va Manchester Cityning ehtimoliy strategik yurishi haqida ketmoqda. Assalomu alaykum. Bugun Vinicius Junior atrofidagi transfer mishmishlari, Pep Guardiolaning kelajagi, Real Madrid ichidagi vaziyat va bu jarayonda Abduqodir Husanovning o'rni haqida batafsil tahlil qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ring va mehnatimizni qadrlab, like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Ispaniyaning Fijajes nashri hamda sports.ru xabariga ko'ra, Manchester City yozgi transfer oynasi oldidan Vinicius Junior uchun taklif tayyorlamoqda. Klub braziliyalik futbolchining vakillari bilan aloqa o'rnatgani aytilmoqda. 25 yoshli Viniciusning Real Madrid bilan shartnomasi 2027-yilgacha amal qiladi. Biroq muammo moliyaviy tomonda. Futbolchi Kylian Mbappe bilan teng maosh talab qilayotgani aytilmoqda. Madrid klubi esa maosh balansini buzmaslik tarafdori. Statistik jihatdan Vinicius bu mavsum yana hal qiluvchi rol o'ynamoqda. Barcha musobaqalarda 36 o'yinda 12 gol va 9 assist. So'nggi 4 ta o'yinda 5 gol urishi uning formasini tasdiqlaydi. Manchester City nuqtai nazaridan qarasak, bu transfer faqat sportiy emas, strategik qaror bo'lishi mumkin. Hisobotlarda aytilishicha, Pep Guardiolaning klubda qolishi yoki ketishi ham bu transferga ta'sir qiladi. Ba'zi manbalar Guardiolaning hozirgi taktik modeli Vinicius tipidagi to'g'ridan-to'g'ri driblingga asoslangan wingerga to'liq mos kelmasligini ta'kidlamoqda. Agar murabbiy almashsa, loyiha konsepsiyasi ham o'zgarishi mumkin. Transfer eksperti Fabrizio Romano esa boshqa jihatga e'tibor qaratadi. Uning fikricha, Xabi Alonso ketganidan so'ng Viniciusning shartnomasini yangilash masalasi osonlashishi mumkin. Romano ta'kidlashicha, oldingi murabbiy bilan munosabatlar ideal bo'lmagan va aynan shu omil muzokaralarga ta'sir qilgan. Endi bu jarayon Manchester City tarkibiga qanday ta'sir qiladi? Bu yerda Abduqodir Husanov masalasi paydo bo'ladi. Agar City Viniciusni olib kelsa, jamoa hujumda yanada agressiv modelga o'tishi mumkin. Bu esa himoyada tezlik va birga-bir vaziyatlarda ishonchli o'yin ko'rsatadigan futbolchilarga ehtiyojni oshiradi. Husanov aynan shu profilga mos keladi. So'nggi o'yinlarda u yuqori pressing ostida to'pni aniq chiqarish, tezkor qarshi hujumlarni to'xtatish, havo kurashlarida ustunlik, pozitsion intizom kabi jihatlarda o'zini ko'rsatmoqda. Agar Manchester City yangi loyiha boshlasa, xoh Guardiola bilan, xoh yangi murabbiy bilan himoyada yosh, tez va moslashuvchan futbolchilarga tayanish ehtimoli katta. Husanov aynan shu o'tish davrida muhim figura bo'lishi mumkin. Real Madrid esa Viniciusni loyihadagi asosiy o'yinchi deb hisoblaydi. Klub uni tekinga yo'qotish xavfini olishni istamaydi va shartnoma masalasini tezlashtirmoqchi. Demak, oldinda 3 ta ehtimol bor. Vinicius shartnomani uzaytiradi. City katta taklif bilan chiqadi. Murabbiylar o'zgarishi butun transfer balansini o'zgartiradi. Savol ochiq. Agar Manchester City Viniciusni olsa, bu jamoaning taktik tuzilmasini va Husanovning rolini qanday o'zgartiradi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.